Salom. Yaxshimisiz? Eshitishim bo'yicha sizni xizmat agentligingiz juda ham yaxshi ishlar ekan. Xizmat? Короче, erim menga xiyonat qilyapti. Men bunga aniqlik kiritishim kerak. Qayerga boryapti, nima qilyapti, kimlar bilan ko'rishyapti? Hamma ma'lumotlar kerak. Ma'lumot sizga qachonga kerak? Bir hafta ichida. Mana bu xizmat haqqingiz. Mana bu esa rasmi. Yaxshi, Agar yetmasa aytarsiz, hisob-kitob qilib olamiz. kelishdik. Rasmga qarashingizdan juda ham yaxshi ishlaydiganga o'xshayapsiz. Men bunga aniqlik kiritishim kerak. Bir hafta. Rahmat, sog' bo'ling. Kuttirib qo'ymadim, azizim. Yo'q, nimaga kuttirasiz? Xullas, bir haftacha ko'rishmay tursak. Iya, nimaga? Tinchlikmi? Tinchlik. Bu o'zimizni foydamiz uchun. Mayli, siz nima desangiz shu. Ketdingmi? Ketdik. Ma'lumotlar tayyor. Hozir xodimim olib keladi. Yaxshi. Mana. Tushunmadim. 3 ta, Nima u ishda? bir haftada 3 ta ayol bilan xiyonat. Nima? Dunyoda biz ishonib bo'lmaydigan erkaklar ham bor. Shunday emasmi? Rahmat sizga.